Adiblar millatning ko'zgusi, xalqning orzu-istaklari va dunyoqarashini ifoda eta oladigan shaxslardir. Adiblar siymosiga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish, millatni rivojlantirish, millat ertasiga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish demakdir. Eng yoqtirgan adibim Abdulla Qodiriy o'zbek romanchiligiga asos solgan shoirlardan bittasi, yozuvchilardan bittasi hisoblanadi. Ikkita yaxshi eng roman yozgan O'tgan kunlar va Mehnatda chayir. Ikkita romandan butun o'zbek xalqini, nafaqat o'zbek xalqini, butun dunyoga tanilgan adiblardan bittasi. Meni eng yaxshi ko'rgan, eng sevgan adibim Abdulla Qodiriy hisoblanadi. Abdulla Qodiriyning asarlari bilan yashayman. Abdulla Qodiriy desa ko'z oldimga uning asarlari. Shunday bir nima desam bo'ladi. Ta'riflab bo'lmaydi Abdulla Qodiriyning asarlarini. Yashagan muhitini, yashagan davrini Abdulla Qodiriy men uchun haqiqiy qahramonim hisoblanadi. Abdulla Qodiriyning qahramonlari esa uning o'zidir. Shuning uchun Abdulla Qodiriy asarlarini yaxshi ko'raman. Gulisi bo'lgan yoki sevgilisi bo'lgan deb yo'q. Alisher Navoiyning g'azallari, rivoyatlari, asarlaridagi barcha ishq muhabbat vatanga, Allohga, islom diniga bo'lgan muhabbati u. Uni yori bo'lmagan, aksincha dinga, islomga, islom diniga, Allohga, vatanga bo'lgan muhabbati, xalqiga bo'lgan muhabbati. Yo'q, guli orqali o'zini muhabbatini Allohga ko'rsatgan. O'quvchilarga men buni aytaman-da. Hech bir shoiring ham cho'lpon bo'lmadi deyman. Bu degani borki,
Cho'lpondek shoir yo'q. Muhammad Yusufdek shoir yo'q. Ko'rdingizmi, Muhammad Yusufdek cho'lpondek shoirlar topilmaydi O'zbekistonda. Dunyoda topilmaydi. O'zbekiston emas, nafaqat dunyoda topilmaydi. Adiblar xiyobonini ko'rmoqchi edim dedim. Shunday bir nima desam, shular bilan yashab kelyapman. Adiblarimiz bilan yashab kelyapman. Bizdan oldingi ajdodlarimiz hayotini, tarixini, adabiy merosini o'rganishimiz kerak. Bekorga tarixiy xotirasi kelajak yo'q demagan. Kelajak yoshlarniki. O'zbekistonni rivojlantirish uchun eng avvalo ajdodlarimizni tarixini o'rganishimiz kerak. Buni istoriyasi bilganimizda bu odam gurga oshiq bo'lmagan, Xudoga oshiq bo'lgan. Shuning uchun Xudoni guri tafsirida asar yozgan bu odam. Shunda aytadi, guriga tafsir aytadiki, azizim senga 5 baho haykal qurarman. Gohi layli, gohi shirin bo'libsan, yasharsan doimo dostonlarimda, xazonsiz yurib bo'stonlarimda dedi. Bunda shu 5 ta dostonda hamsani 5 baho haykal deb shuni tasvirlagan. Og'iz so'zini ichida qancha ma'no bor. mazmun bor. Buni juda ham boy debsizlar. Eng boy davlat debsizlar. Buyuk adiblarimizni she'rlari jaranglab turish kerak bo'ladi. Bularning ruhi bizga madadkor bo'lish kerak. Qachon madadkor bo'ladi? Bularga e'tibor, ruhini shod qilsak bo'ladi. Derazamning oldida bir tup o'rik oppoq bo'lib gulladi. Novdalarni bezab g'unchalar tongda aytdi hayot otini. Va shabboda qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulning totini. Bahorga burkangan sen sevgan elda ovozing yangradi jo'shqin zabardast. O'lmagan ekansan jonim, sen hayot, men ham hali sensiz olmadim nafas. Mulki borliq ichra bir mahal, ko'rksizgina olam yaralgan. Bermoq uchun dunyoga sayqal, olam aro odam yaralgan. Shundan buyon inson tinmayin, shu yer uzra ter to'kar hamon. Yerni go'zal qilgani sayin, go'zal bo'lar o'zi ham inson. O ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston, jonim to'shay soyangga. Senday mehribon yo'q, seningdek ko'rkam. Rimni alishmasman bedapoyanga. Besh asr kim nazmiy saroyni titratadi zanjirband bir she'r. Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Dunyo bo'ldi chamanim manim, O'zbekiston vatanim manim.